Endi o isim kelganda. Xudoyim. Ve mama buna sana mama. Mama. Uy, ne do'st aqim kirib olibdi bu? Ha. Shu chaq men suratning oldida o'tirib, birdan yaxshi chujini tanlab berdim. Shu men tanlab bergan chujining ichida birisi bir yaxshi o'ral chiqib qoldi ekan. Men tanlasam, bersang setilmay, haqning pulini qaytarib versang setilamdi ekan. Ey. Oshda ishlam bo'lganmi? Faqat ism yo'q-a menam. Sening o ising yo'q. Ey. Eminjon, menda qo'ysin. Senmi xaponma qara. Tili qizaklar pul qo'yib qo'ygan balni bugun bir saqlab baqay. Kasa akta. Agar bugun kamisa, nech pul versang berib, ashta bir achkita uzanmo'g'o, zerikdim boshda qo'din. Uy, bu ishqalar ko'chada o'tirib nima deyishyapsizlar? Uyga kirib boranglar, uyga kirib. Chiringlar. Sizlarning ilqi chog'izingizdan qo'rqma. To'qodimi qo'rqamdi? Ma'qul, shunday bo'lsin. Ma'qul davsa. Ashta olsin, ha? Ma'qul. Bo'l. Kirmay mangdan davsa Eminjon. Rahmat. Ay, Rayhon mo'may degandek, bugun so'yib yeversan bo'pti-ku. Asliyan o'qitib qo'ymagan qarab bozor kechib qolib bo'ldim hamda. Hey! Bak çağıraz kene. Ha? Batu? Xudoy, nima ketgandi u? Estağfurullah. Bak kuraz yok hem de.
Hey, bak yok mu? Yok. Yoktu hiç istemem da. Emincan! Oy Emincan! Oy bana! Ya Osman etiğin biraz sıkıntı. Çarkıraz berdiğin buldun mu? Oy çağıraz yok! Yok. Oy. Allah sen. Qora atiyani hoyni avat turgan qo'ras. Atiyan qarsam yo'q turdi. O'g'radim ketsam darvoza taqoq turdi. Shuni bilan ichidan o'ylanib tomda atilib tushib ketdim deb izlab kirishgan. Oy qanday gap bu? Astagfirullah. Ne ketdi bu? Tu. Hayvanda tokum uğrar. Astagfirullah. Heliq yigit menga 100 so'm zaklad yurib qo'yib ketgan. U kasb pulni xashlab bo'lganda yo pul yo'q, yo to'q yo'q. Ha rost. Yine bu zaten Yusuf zakaret verip yani memlekete dağıttım. Çok hırmat ettim ya. Shundami qilaman? Hiç bile kılmaydı. Hey. Bak. Ben sana desem, bu kumavaz hazır pek terak gelişip gitti. Kimnin nerede uzara kurdu olsa, kol putu çakkan, onu pulunu turup olsun ekkeli olur. Menin alıp ak kuruzum öz vaxtıda kalp tutmuş olası. Ha, yana heliq amirchilik to'qini ketmas. Ha, şunun yengege vakti. Bir yaz, bu hazırda bunun çıkıda horoz yok, kumavazının gözünü rasa kızartı etti. Ova. Daya tova. Ne ketdi bu? Ha. Bir gün uydu yatsam, öyle traktör bir avaz alınıp kaldı. Yürüyüp çıksam, katak deşik uçak. Toku yok. Birisinin tonovişinin talağı pırak uçup kettiğini anlap kaldım. Yürüyüp dervazı içip karısam, oğru aldım da yürüyüp gitmerdim. Yürüyüp hiç yetişemeyim. Şunda ayağımı silip güzelini yiyip böyle yürüyüp gitmem. Oğru da iş gitti mi? Güzelmezsem oğru yok. Akım karsam oğru meni koklap gelip da. Tam bunu bu yanda aldım da tutsam yaşlı bir şum. Tutsam işkili koyap. Akardı güzel. Orası kulağım gelip aldı. Oh dayı. Sen mi şu? Yüz göz akalat verdi de oğru uyan göz koğanken sen mi Ahmet?
Ha, tinchlikmi? Bir narsa alamsiz? Men chaqorazga ag'il ketdim. Ha, tez qo'y. Osmonda necha kun oyoqsiz saqlab, sirtga chiqib ketgan qiyin uyga kiraylik. Bizning qo'shnimiz Eminjonmi ketdi-ku, necha kun oyoq Osmonda. Ko'nglingni mo'bek yerim qilma. Tepilib qolar. Maqal. Kirmidan qo'y. Qo'sh, qo'sh. Abla, endi keldingizmi? Ha, tinchlikmi? Bak Eminjon degan qo'shnim necha qitim so'rgan. Sizni zaklat yurib qo'ydi deb sotmaganti. Qarmamsiz. Atganda qo'yib qarsam, oqshom batu qo'y, hech narsa yo'q. Izda Eminjon bilan bamiga yerim qamidi degan. Bo'ldi, men aviatni deb tushundirib qo'ydim. Bu xo'rozga tufodirdi ko'zdakenti. Ko'nglim tuyib qolgan. Kampini topolmay bir necha kun palaxshidim. Yaram ikki xo'rozim bilan talashtirgan ishtimni setib, aroqasi bu pulni kemintib keldim. Yaraqa Eminjonga qo'shnilar o'g'irlab ketdim ya. O har qanchasi unda qilmaydi. Men so'ng bu yaraydigan xo'rozdida. Voy, o'tmay. Ma'lumsiz, ma'qul. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey. Zaklat qilmagan pulni so'rdim-a? Yo, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni 1000 so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost 1000 so'mga yaratdimi? Onu to'qoni kim olganda endi? Osmon, tek uxlamadingizmi? Bunda jelib o'tiraversangiz baribir o'rniq kelmaydi bo'ldi, yetib uxlang. Bo'ldi, sen uxla. Sen yaxshi qarasang shu ish yo'q.
Hey! Osman! Osman! Aylıkta her yaşayan günüge to'qi uyda mushkul sotadigan ying'bozor bilamsan? Qaysi ying'bozor? Aylık shaharning strategik tantarbiya maydonchi. Ne bo'ldi? Voy, aa. Koyduk! Koyduk! 15'ten yok. Çıksın lan bir Şıkkı, kandan balığa salın şıkkı. Çıksın lan bir Gol. Ver Turama! Emas buni olmaydi ekan. Shuni. Oyun başladı ha. Ezgi tutun Ezgi hey.
Turunuz zaten konuşuyoruz ya. Senin turunuz geliyor. Kendiga turma. Kendiga turma. Hech tur ya adaş. Zak turunlar. Hozir bu xo'roz har yashab necha ming so'mlab pul tepib ketibdi. Men shu xo'roz deb o'xshatdim. Ana yaxshi o'zing bir to'lib baqa. Kendiga turma. Kendiga turma. Bu xo'roz meni qo'rsin-ku. Qanday sizning bo'ldi? Joyda o'tamsan nima? Qanday sizning xo'roz? Shu meni o'g'andikan shu meni o'g'lidi. Sizning emas u. Amsi kimning o'g'lidi? Kendiga turma. Qanday Sabirjon! Sabirjon! Bak xo'rozning isi qoldi bu yerda. Sabirjonga shu. Yo'qilga. Ko'pirmish tantarbiy maydonininki chilisi ekan. Hozir mishan ko'tarib qattiq qo'yib ketibdi. Bu qimmat tutgan puldan boshqa mush kirmadilar necha ming so'mlab pul topdi ekan. Shahar necha yerda uy bor ekan. O'g'il oshkora 4-5 xotini olmuş. Shu. Ha, nima gap? Men Malqorazni to'niyapman-ku. Bu xo'rozni tunsang tungansa. Bir ikkining biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqira shu. Hozir buni kim tonimaydi? Bu meni qo'rzim. Senin qo'zing bo'lsa, benim qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini savg'imisan, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Hey, o'zing so'zla ha? Sana o'xshash qonaltoqdan 10-20 tatligim bor. Emdilikda eshitish, sening qo'zingni men o'g'rabdimanmi? To'xta. Gap meni qo'sin, ha? Men sizni o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satgan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilohimma, bizning ma chaqirazni bugun biz kelib, mening qo'rzim deydi-ku. Ha? Bundaq gapmi? Ha? Hey, bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tarib akagan tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan beribman baxmagan. Sening qo'rzing turpan qandaq berib qoldi? Endi sizlarning odamlaringlar birisi apirib o'g'irlab sotgan bo'lsa, shu yerni akeldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, o'shanda so'rab beqma. Gapla. Rost. Asli bu xo'roz mush og'inamning itdi. Kechida yo'qib ketdi. Bey. Ekbercanma. Ben Sabrican. Bugün bir sikili bazarın ait kalayımgan kıvattı. Siz de gelin la, çakkat. Sabrika. Qada balam, qada. Sen bazarni qalayimgan qilsa? Ha? Men bazarni qalayimgan qilmadim ukam. Bana xo'roz asli meningidi. Qo'lim qo'shniimning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? Shikoyat qildimikin? Tuyuqsiz bir kechada uydan yo'qolib ketdi. İzda kelsam, hozir mana mayada turdi. Shu vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan mikantevka. Keyin xo'roz qaylinib kelib. Kimdan rahmat qilsa? Mana, chiqaman, mana. Xudoyim. Mana. Sen nimachi ahmoq?
Nimde bu verdi benim kurzum burun mikyaltti, kakılayttı. Kim kuraz kaynıp kalkan dep size. Kalklan aldın beni, resva kıldın. Voy, hukumatning odamdan odam yolg'on gapirmanman. Bu rast olsun bular seni gibi işinen de. Seni Amerikadan kelgan qo'rzimni gapi kim ishindi? Hech aqlim yetmaydi-da. Bu chog'roz qanday qilib bu Sobirning qo'liga tushib qoldi ekan? Sen bek sadag'ina Cuma. Hozir bu qimavozda taraqqiy qilib ketdi. Neydi kimning obdaroq bir g'urz olsa, qo'li chaqqan, o'g'ri pul yurib bo'lsin, o'g'iltib keladi. Men dedim-ku, sen yuzga zakalatgan zakirda cho'qim bir gap. Cihandan nimeler yakşır. Oy tabili oyun. Oy bey o tabilanın ayak yağdık. O pası yok kırındaştan. O parda aşına yakşır. Aşına yaksıyor. Yemiyorum akıyor. Mal kaşığı da usulü. Oldu mu? Bekle şapkası bu. Hadi bir gel. Ha? Ha bunu bulduğumuzda. Hani bak ben Bak bak.
Oldimda Sabirjon chaqiroz ilib, qishqani aylanib ketdi. Hakikaten turpan görüp neçe bin so'm uçuyordu. Nog'am xo'roz paysi. Ha, paydos qilib unda. Paydatib olsa, xo'rozni paysi turibdi-da. Nerede turunlar? Aa, nima bo'lish olsa, nerede turunlar? Bunlar ketdi bu. Bu xo'roz to'xtamay suqib kelyapti, ish kuchayib qoldi. Sabirjon, shuni deb bu xo'rozni o'ldirib qo'yamdim nima? Shundaymi? Bilan ko'rasiz bu. O'zangimi as. Xo'roz o'laman deb sangnim yo'g'anchilikdi. Siq katak tetib tuxumini tuqqan bo'lsam, sana mush kun yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening ash chag'orzimg'o. Xap, Xudoying jojongni bera. Sengiros tombol qadam. Allah'ım kimistoyum bol qadam. Vay yaxşılar yaydı batsa. Geliyorlar ba. Cennet Beşinci yılıklatam sen? Ha, mush ishlar. 3-4 kun yerda mush tayyorlik qilgan. Bola tug'ilmay turib, bir narsa tayyorlik qilolmaydi adash. Ya o'tir. Ayağım bir yoklap sırayda beş çol tekmezdi. Ulanın şümkinim teyak topsa. Hey. Pazardaki kızıkışını aldın mı? Nima qiziqishni? Yilak çarı qo'raz rast mikiya chiqib qopti emasmi? Nima? Hey. Ben sana o rast mikiya desem ishonmay o'tatding. Endi rast mikiya qanday qopdimi? Xudoya tova. Rast debdi kelsa. O qanday mikiya qanday qopdi?
Onu bir günü bir sokaşkı saptıken bir qoraz öyle. Ha. Sokaşkı unutmay, pokini yeye gitip koyulupla. Hiç kanda amal kılam. Sabrının yüzü çıktı dedi. Aşağıdıl harççı boğuzdu. Öyle apırıp kanını yasa işidim bir sap mı tuğum çıktı. Ha. Ben dedim, yelaksan yüz göz zakalet egen Zakir, oğlunun şirketi etsem işenmedim. Hey. Ay to'g'on Zakir o'zi o'g'irlabdimi? Çıkılıp ben kömbedim şu kanını yağayet umut bake. To'xtab tur boyvachcha. Xo'roz tug'sa go'yar tug'di deydi u. Hey, bu kichiklik göher olsa çişimde süzüp olay dep aş göz sabır ağzı şunda aprıtka orta gildi öteki. İşçi bolapla bijan bulup kaptı. Hey. O qanday bo'lib qopti? Xudoyo tavba qildim. Ey Eminjon, sen yana hikoyani bir to'qimg'ansan. Ya bu sıraz. Tek ismini özgertip ottu Sabile edi. O darak bir çıkız tek olaydı. Kızıl pekap oturup şemşe aylanıp yürümüş. Xotunlarımı xetlenip üyler ketipti. Balları Murat alışıp şu koydu. Zet mij maar mijn halen. Sen can biçire. Eyvay! Toxtattırma hocam. Toxtattırma. Toxtam deyme. Toxtam. Sigareti bir kız giydim bacı. Niminde kılısız. Kaçmam. Okumalı mı yesiz? Oh, şu yey. Kudayım.
Nim bo'lardi emas. Sen chiqib ketgan g'oti-g'otang mo'nak shapdim. Aslida chor to'xo deb yozsam to'g'ri bo'ladi. Bu to'xoning yoki mekiyan yoki xo'rozligini o'zim aniqlamay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, chor xo'rozning jinsi ayrimiz haqida o'zingiz halol bir narsa deysiz.